Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari. Bizani kuzatib borayotgan bizani eng yaqin obunachilarimiz atiga boshlang'ich $8000 bilan bir xonali uy olish xohlaysizlarmi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga chiroyli birinchi etajdan kichkina shinam bo'lsa ham chiroyli xonadon topib qo'yganmiz. Umumiy yer maydoni 58 kvadratni tashkil qilyapti. Birinchi etajda joylashgan, qulay tarafi shunday katta yo'l yuzidan 200 metr kirganda bo'lyapti. Lokatsiyasi bilan joyi oxirida aytaman, ko'rib turibsizlar. Xonadonimiz mana shu uglovoydagi birinchi etajda joylashgan. Tashqaridan ko'ryapsizlar, akfa oynalar qo'yib qo'yilgan. Mana огород bor-ku yoninglarda. Shuni o'rab bemalol mana shu ограничениеgacha ham ishlatsanglar ham bo'laveradi. Qaranglar, mashina qo'yish uchun mana bu joyimizda o'zini alohida shu xonadonimizga tegishli joyi bor. Qulay tarafi oldi tarafidan ham, mana shu tarafdan kirsanglar ham bo'ladi. Podest tarafdan ham eshigi bor. Kirishimiz bilan bu joyimiz hozir shpaklovkada turibdi. Balkonni ham xona qilib yuborgan ekanlar. Plyus tarafi shu. Balkonimizni ham ko'rib turibsizlar. Где-то 4 metrga 2 metrni tashkil qilyapti. Bu xonamiz, keyingi xonamiz, oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamiz bemalol ovqatlanib turishga alohida joylarga ega. O'zingiz uchun endi shinam qilib, chiroyli qilib remont qilib olasizlar. Yo'lak bo'ylab yuramiz. Yurishimiz bilan mana bu joyimiz podest tomondan kirish eshigimiz bo'lyapti. Uni yonginasida общий sanuzelimiz joylashgan. Gazlarimiz bor, ko'rib turibsizlar, svetlar ham bor. Oxirgi glavniy shu xonamizni ko'ryapsizlar. Aboydan chiqarilgan, tashqari qaragan o'zini oynalariga ega, chiroyli ber konditsionerlardan qo'yib qo'yilgan. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Qorasuv To'ytepa mana shu mebelni hamma bilsa kerak. Glavniy Chorrahadan 2 kilometr ichkariga kirganda bo'lyapti. Joylashgan xonadonimiz ko'rib turibsizlar. Mana bu joyimizdan bemalol yashil zona qilib, divan karavotlarni qo'yib yozda bemalol dam olib o'tiradigan joy sifatida foydalansanglar bo'ladi. Xonadonimizning umumiy narxi $19000 bo'lyapti. Boshlang'ich $8000 bilan oyma-oy sekin-sekin qilib berishga ham olsanglar bo'ladi. Pastda nomerni qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, o'zingizlar chiroyli baraka qilib olasizlar. Lokatsiya Telegram kanalimizda bo'ladi. Kanalimizga a'zo bo'linglar, like bosinglar, chiqmasin. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.